ko'p sifatida qanday harakatlantirsa bo'ladi? Qo'llarimiz, oyoqlarimizni katta ochgan holatda harakatlarni qilamiz. Qancha biz sekin aylansak, shuncha markazimizga, ya'ni kindik atrofiga og'irlik, kuch, kindik atrofidagi muskullarni ishlatish orqali harakatlantiramiz. Demak, biz tanamizni barcha muskullariga yoki barcha qismiga bir xil uzunlikda harakat qildirish uchun tanamizni markazini topishimiz kerak. Ya'ni bu muskullar kindik atrofida joylashgan. Oyog'imizgacha ham bir xil, qo'limizning uchigacha ham bir xil. Demak, o'sha holatda markazda turadigan bo'lsak, hamma iplarni bir xil tortib turish bo'ladi.